Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hayotimiz psixologiya 20 darsimiz xush keldinglar. Oldingi soatlik darslerimizda biz masala hal qilish to'g'risida to'xtalgandik va masala hal qilishda miyamizdan bo'ron chiqarib turib masala hal qilish taktikasini o'rgangandik. Endi bu soatlik darsimizda o'ylashning 6 qalbig'ini o'rganamiz. O'ylashning 6 qalbig'i doktor Edward de Bono tomonidan o'tirib qo'yilgan bo'lib, ya'ni mush masala hal qilishda nihoyatda ijodiy bo'lgan bir usul deb qaraldi. Ben bu usulni Ali maktab o'qiyotgan vaqtimda doktor Erkin Sidiq apandimniki yozmasidan ko'rgan ve nihoyatda ajab yaxshi usulkan, ya'ni bir guruhi yig'ini ichishlarda bo'lsin yo bir odamning o'zining ayrim tafakkur qilishida bo'lsin, nihoyatda ratlik ve o'ylab yetolmagan nuqtalardan tortib hammani o'z ichiga olgan holda bir tafakkur qilish yo'li bo'ldikan deganlarni o'ylagandim. Ondan keyin bu to'g'risida izlandim. Bugungi darsimizda qisqacha holda bu nuqtada to'xtalib o'tamiz. Erkin Sidiq apandimniki maqolasiniki ulanishini munozara qismiga yo'llab qo'yamiz ve tafsiliy ahvolni shu maqoladan yoki bo'lmasa Edward de Bono apandimning kitobini elish orqali o'rganib chiqsanglar bo'ldi inshaalloh. Endi tafakkurda biz nimishqa olti qalpoq kiyamiz degan vaqtida masala hal qilolmaslikdagi sabablarning birisi qalaymiqanchiq bo'lishi mumkin. Ya'ni siz bir masalaga duch kelgan vaqtingizda bu yerda konkret masalalarni yapsak, ya'ni bizga davomli keladigan masalalardan men yo'ldoshim bilan ajrashib ketishni o'ylashyapman yoki men palonchi bilan to'y qilishni o'ylashyapman deganga o'xshash. Garchi bu ikkisi ikki xil masaladek yoki bo'lmasa ikkisi qarama-qarshi masalalardek bo'lgan bilan amaliyotda haqiqatan bu yerda bir odamni tanlamaslik degan bir qaror bor. Endi bu ikki xil qaror qilgan vaqtimizda bu odamga nisbatan yaxshi ko'rishimiz olsun, nafratlanishimiz olsun yoki yaqinqi zamondagi uningki bizga tutgan muomalalardagi nurg'un ko'z qarash hamma narsa aralashtirib tahlil qilsak, bu yerda baqqalamqancha ko'z berdi. Agar biz masalaga yo'liqqan chog'da tamkin bo'lsak, o'xshamagan temalarda farqli tafakkur qilsak va sistemali holda tafakkur qilsak, inshaalloh to'g'ri qaror chiqara olamiz. Endi bu olti qalpoqni qanday kiyimiz deganda ma'lum bir tema o'tirib qo'yildi. Bir ayol yo'ldoshidan ajrashib ketmoqchi yoki bo'lmasa bir qiz bir aylan bilan to'y qilmoqchi yoki to'y qilishni o'ylashyotdi degan vaqtda guruhdagi har bir a'zo birdan rangli qalpoq kiydi. Agar guruhga hech maslatib qolsa birdan rangli qalpoq kiysa bo'ldi. Bu qalpoqlarni amaliy kiysin bo'ldi yoki simvollik xarakterini bilganki, men seriq qalpoq, men qizil qalpoqni kiydim, men oq qalpoqni kiydim degan o'xshash menda o'ylasak bo'ldi. Yoki bo'lmasa o'zimiz yolg'iz holda bu qarorni chiqarmoqchi va bu shu usulni ishlatmoqchi bo'lsak, shu qalpoqlarni o'zimiz bir boshdan kiyib chiqib va shu qalpoqning simvollik qilish ma'nosiga to'g'ri kelgan vaqtda shu xil tafakkurni ilib boramiz. Endi kelaylik birdan har xil rangli qalpoqlarga. Ko'k rangli qalpoq boshqaruvchini ko'z tutadi. Ya'ni ko'k rang bilimiz salqinlik, tamkinlikni ko'z tutadi va osmonning rangi, ya'ni dunyodagi insonlarda egiz bo'lgan osmonning rangi ko'k bo'ldi deganlik. Ya'ni bu yerdagi boshqaruvchi birisi sizni mushu ishlarni tafakkur qilishda kontrol qildi. Ya'ni mush guruhning ichida bir aylan boshqaruvchi bo'ldi va u ko'k qalpoq kiydi va bir-birlab ko'ktinki hamda oq qalpoq so'zsin, seriq qalpoq so'zsin, qizil qalpoq so'zsin deganga o'xshash qalpoqlarning rad tartibini o'tirib qo'ydi. Oq qalpoq tarafsiz bo'ldi, ya'ni neytral obyektiv rang bu oq rang bilimiz. Ya'ni oq rang o'tirg'i chiqqan vaqtimizda obyektiv paketlar yoki sansipirlarni o'tirib qo'ysak bo'ldi. Masalan, ajrashib ketmoqchi bo'lgan shu er kishiga nisbatan siz uningki barliq tashqi qiyofati, kiyinishi, iqtisodiy ahvoli, oila sharoiti, muomalasi, mijoz xarakteri deganga o'xshash paketlarni ayniyasiz. Balkim siz bu yerda izchilamda, hissiyot jihatda zarbalarga uchragan yoki har xil ishlar bo'lib o'tgan bo'lganlik sababidan sizga sat ko'rinadigan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, ammo haqiqatan kelishgan birisi bo'lsa, u kelishgan birisi deb yozamiz. Chunki bu oq qalpoq kiydi. Ya'ni siz hissiyotingizni tayinib bilan u bek sat yoki bo'lmasa u bek qo'pol, eski deganga o'xshash. Balkim u sirtdan yaxshi siliq bo'lishi mumkin. Hattoki u sizga siliq yaxshi bo'lishi mumkin, ammo sizning bu yerda ajrashib ketmoqchi bo'lgan vaqtingizdagi sababingiz ham har xil bo'lishi mumkin. Shunlashqa oq qalpoq kiygan vaqtimizda nima rostni rost yozamiz. Guruh ichida bir projekt ishlamoqchi bo'lib qolsak,
bu proyektga aloqador barliq uchurlarni, ya'ni bizga iqtisodiy jihatda qancha yordam berib keldi, onunki bu proyektning kishilarga qancha foydasi bor, bundan qatnashganlar kimlar bo'lishi kerak degan o'xshash har xil sanspirliq uchurlarni o'tirib qo'ysak bo'ldi. Qizil qalpoq keldik va qizil qalpoq bilimiz qizil naiti yolqin jo'p turadigan o'tga o'xshaydi va hissiyotga vakillik qildi. Va bu qalpoqni kiygan vaqtimizda o'zimizning hissiyoti va hissiy ko'z qarashni o'tirib qo'ysak bo'ldi. Boya oq qalpoqda chiroyli qadamni set desangiz yoki yaxshi odamni aski desangiz bo'lmaydi dedim. Endi keldik qizil qalpoqqa, xohlagan hissiyotingizni o'tirib qo'ying. Men uni yaxshi ko'rmayman. Yoki bo'lmasa siz izchil bu oilada bir muomalalarga uchrab keldingiz. Yo'ldoshingizlar bilan munosabatingiz qat'iy yaxshi emas, ammo uni yaxshi ko'rsiz. Ya'ni albatta uni tilladingiz, qaqshidingiz, yig'ladingiz, lekin ya'ni ishchingizdan qezib chiqsa qarasak, asli siz uni yaxshi ko'rsiz. Unda bo'lsa, men uni yaxshi ko'rman. Yoki bo'lmasa to'y qilg'uchi biraylarni tanlamoqchi bo'lib qolsak, bu chog'da uningki barliq iqtisodiy bo'lsin, yoki bo'lmasa hamma narsalarni qarib qo'yib turib, uning sizga bergan ta'sirini o'ylang. Uning sizga bergan ta'sirda har qanday sirtda avtobuslarda bo'lsin, bir odamlarni ko'rgan vaqtimizda issiq bir tuyg'u berdi yoki sovuq bir tuyg'u berdi. Ya hech qanday tuyg'u bermaydi deganga o'xshash. Menga hech qanday tuyg'u bermadi, ta'sir bo'lmadi. Yoki menga shunday bir xil issiq tuyg'u berdi, yiqimli tuyg'u berdi. Yoki men bir xil beoram bo'ldim. Nimishki yo gap qilmadi, yo bir ish bo'lmadi yarimizda, lekin bek beoram ko'rsa. Bu vaqtda agar biz mandat tafakkur qilmay, hammani aralashtirib tafakkur qilsak qanday bo'ladi? Ma'lum bir biraylar, nihoyat yaxshi o'qigan, iqtidorli, puldor, kelishgan birisi, ammo ta'sir ancha yaxshi emas. Nima sababdan bilmaydi, o'zi bir xil ishchi beoram. Shunlashqa bu yerda agar aralashtirib yetib qolsak, ichim shunda beoram, lekin tuyg'ularim yaxshi emas, lekin bek iqtisodiy yaxshi, bek tirishchan bo'ptilar deb mundaq ko'z qarash, mundaq bir yakun chiqirdi ahvol chiqdi agar munda qalpoqlarni kiyib yoki sistemli tafakkur qilmasak. Ammo hozir qalpoqni muqim kiygan vaqtimiz o joyda pulini bir yoqqa tashlang, kelishganligini bir yoqqa tashlang, hammani bir yoqqa tashlab turib, faqat qizil qalpoq kiyib, uning sizga bergan ta'sirini lamdosangiz bo'ldi. Endi sariq qalpoq keldi. Sariq qalpoqni men oqlag'uchi deyman. Ya'ni sariq qalpoq xuddi sud maydoniga oqlag'uchiga o'xshash, ig'ir jinoyatlarni qilgan bir jinoyatchinimi butunlay oqlab chiqish yoki bo'lmasa uning jinoyatini oziltish uchun bo'lsinmi, kichikgina bir yaxshi taraflarini qizib chiqara oladi. Shunga o'xshash bizmi sariq qalpoq kiygan vaqtimizda bu ish garchi shunda bir umidsiz ish bo'lsin, buning ichidan eng yaxshi taraflarini yoki kichikgina bir umidli bo'lsin tatib chiqarishimiz kerak majburiy holda. Masalan, yo'ldoshingiz sizni uradigan birisi bo'lsa, albatta urishni qo'llig'ini emas, ammo biz sariq qalpoq kiygan vaqtimizda shu urg'anligining sizga qanday foyda olib kelganligi, nimishqa sizni uradiganligi, o'sha urishning bir yaxshi tarafini o'ylab baqsak bo'ladi. Masalan, uning urishi balkim sizni bek yaxshi ko'rganligi uchun bo'lishi mumkin. Yoki sizni ayrilib qilishni xohlamaydi. Yoki bo'lmasa o shunda urib turg'ashqa siz bek diqqat qilasiz o'zingizga yoki uyni bek pok tutasiz yo undan qo'rqqan bo'lganligingiz uchun bo'lsin zodi bek har jihatdan bir ishlarga bek ahamiyat berasiz deganga o'xshash. Albatta bu yerda herkes urushni maqtab turib deganim emas, balki sariq qalpoqning ehtiyoji shu. Cho'qim yaxshilik taraflarini deymiz bu vaqtda. Endi keldik qora qalpoq. Qora qalpoq sariq qalpoqning dalaksicha qarlig'uchi. Bilimiz, qarlig'uchi ba'zida bir begunoh odamni butunlay jinoyatchiga chiqarib yetishi mumkin. Ya'ni bizning shu qora qalpoq kiygan vaqtimizda keskin va ehtiyotchan, astoydil bo'lib turib, bu ishning butunlay bir qorong'u tarafini yoki ziyonli taraflarini qizib chiqarishimiz kerak. Bu masalan guruh ichida bek yaxshi bir projekt. Zodi bütün hamma xalqqa foydasi bor, o'zimizdan iqtidorni yetildiradigan foydasi bor, iqtisodiy unumi bek yaxshi, ammo buningki zodi bir ojizlik tarafi cho'qim bor. Cho'qim bo'lsa, nima ojizlik tarafi bor? Ya'ni balkim biroz yurgizish tasmidi yoki bo'lmasa buni guruhdagi a'zolarniki o'zaro taqsim qilish jihati bilan masalaga uchramlik deganga o'xshash bütün qiyinchiliklarni o'tirib qo'yishimiz kerak. Endi yana boyqa misol kelsak, ajrashib ketmoqchi bo'lgan ayol yoki bo'lmasa birisini tanlamoqchi bo'lgan qizga kelsak, bu vaqtda shu kishiniki barliq qorong'u taraflarini o'ylab chiqishimiz kerak. Bolalarni urdi, meni urdi yoki bo'lmasa faqat bir ishlarni to'g'ri tushunolmaydi.
deganga o'xshash, ammo bu yerda hissiyot aralashtirmaymiz. Ya'ni u eski o'g'onga zodi o'zgarmaydi, burundan tortib eskigan to'q, apsiga moy yutib qo'yibdigan to'q, kelib meni bo'zaq qildi deganga o'xshash bunda emas. Balki nihoyatda sovuqqonlik bilan, temkinlik bilan o'zingizni sot maydonidagi qarlig'uchiga o'xshash o'ylab, qarlig'uchi sot maydonida hargiz sat gaplarni qilib turib qarlamaydi, balki paket bilan qarlaydi. Shuningga o'xshash bizmi u o'zini kontrol qilolmaydi. O'zini kontrol qilish iqtidori bek tuvan. Ondan keyin masalan uning sapasi bek tuvan va o'zini o'rganishni xohlamaydi, o'zini taraqqiy qilishni xohlamaydi deganga o'xshash mushta nurg'un paketlarni o'tirib qo'ysak bo'ldi. Endi yeşil qalpoq keldik. Yeşil qalpoq yengillikchi bir qalpoq. Bilimiz yeşil rang o't-cho'plarga, o'simliklarga, molosullikqa degandek yengillik yaratish, yangi ideyalarga vakillik qildi. Endi bu yeşil qalpoqni kiygan vaqtimizda biz shu masalaninki boshqa bir xil hal qilish usuli yoki bo'lmasa boshqa bir tarafini yangicha bir tarafini o'ylash baqsaq bo'ldi. Masalan, do'stlardan birisi desak bo'ldi. Siz yo'ldoshingiz bilan faqat ajrashib ketish, ya'ni amaliyotda bugungi tema ajrashib ketish, lekin masalan yeşil qalpoq kiygan vaqtimizda ajrashib ketishdan boshqa amal yo'qmidi? O'ylab boqaylik-chi. Yoki bo'lmasa bu yo'ldoshingizningki davomli mushtaq qilishida boshqa bir sabablar bormidi? Albatta bu ijobiylik jihatdan emas, balki yangilik jihatdan. Yoki buni biz boshqa bir narsaga o'zgartiramizmi? Buningmi shu yomon tarafini, yoki buningmi shu o'rin mushta tarafini foydalanib boshqa bir yaxshi bir ishlarni qilib chiqa olamizmi deganga o'xshash yangilik. Yoki bir o'g'il bolani tanlamoqchi bo'lgan qiz bolaninki do'stlari masalan shunday desi bo'ldi. Siz bu bolni tanlagan vaqtingizda agar to'y qilamisangiz qanday bo'lar? Yoki bo'lmasa siz bu bolni tanlamasangiz qanday bo'ldi masalan? Asli bu yerdagi savol tanlash, shundaqku, tanlamaslik, lekin faqat tanlamasangiz qanday bo'lar? Yoki bo'lmasa buni o'rniga palonchos qanday bo'ladi deganga o'xshash yangilikchi bir savollarni o'tirg'ish, bo'lmasa yangilik bir javoblarni izlash jarayoni. Navbat bilan qalpoqlarni kiygandan keyin yana qaytadan ko'k qalpoqni beshimizga kiyamiz va bu chog'da bir qaror chiqarish to'g'ri keldi. Albatta bir odamningki masalaning cho'ng kichik bo'lishi, shu vaqtdagi kayfiyati va nurg'un ishlar sababli mush qalpoqlarni bir qo'ri kiyib, ba'zi odamlar bir xil qaror chiqara olishi mumkin, ba'zi vaqtda qat'iy qaror chiqara olmasligimiz mumkin. Bu vaqtda men istixoramizni o'qishni tavsiya qilaman. Albatta buning oldida o'qishim bo'ldi va izchil o'qishim bo'ldi. Ikki rakat istixoramizni o'qing va meningki xizmat mexanizmi dal shu. Ya'ni siz bir ishni zodi qilib bo'lmagan, qaror chiqarib bo'lmagan vaqtingizda menga uchur kirivadi, menga buni raddish kerak. Radlagandan keyin bir narsa chiqadi o'tirgan. Shunlashqa bu menga buni raddilish uchun yoki aram bilan bu ishni tashlab etib biroq aram bilan yoki bo'lmasa uxlang. Atsetin qopqa vaqtingizda qalbingizda ma'lum bir yerga nisbatan ig'ish paydo bo'ldi. Mundaqroq qilay, bo'ldi ajrashma, yoki bo'lmasa ajrashay, yoki bo'lmasa tanlasam bo'g'dak, tanlamasam bo'g'dak degandek bir qaror o'tirg'i chiqdi va siz agar istixoramizni o'qigan bo'lsangiz va shu tafakkur jarayonlarini mayli miyangizda portlatish bo'lsin, mayli qalpoqlarni kiyish bo'lsin, hammani boshdan kechirgan bo'lsangiz, demak siz bu ishga nisbatan, ya'ni shu ishga nisbatan sug'urtagan bo'lsiz. Ya'ni bundan keyin qanday natija chiqsa siz uchun xayrlidir inshaalloh. Hattoki masalan siz bu kishini tanladingiz, istixora soldingiz va nurg'un jarayonlarni boshdan kechirib turib tanlagandan keyin yana ham ajrashib ketgan bo'lsangiz, keyingi hayotingizda ajrashib ketgan bo'lsangiz, demak ajrashib ketish siz uchun xayrli bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa siz ajrashmoqchi bo'lgan yo'lchingiz bilan ajrashmadingiz va keyingi hayotingizda u yana ham sizga ta'sir ko'rsatdi. Onda olsa demak bunda bo'lish siz uchun balkim xayrli bo'lishi mumkin. Ya'ni sabrlik o'tishingizga nisbatan xayrli bo'lishi mumkin. Endi yana ham qaror chiqarmagan bo'lsangiz, sizga tavsiyam yana boshqalardan maslahat so'rang. Maslahat so'rab, ko'proq maslahat so'rash dinimizda bo'lsin, mayli psixologiya jihatdan bo'lsin, yaxshi usullarning birisi. Ana o'sha usullarni balkim buningdami ko'p usullar bo'lishi mumkin. Agar xohlasangiz bizga ta'minlab bersangiz bo'ldi. Buningdami ko'p, ya'ni nurg'un
tefekkür qilish, fikr qilish usullari bor. Mush usullarni qo'llangandan keyin inshaalloh bir foydali, manfaatli qarorni chiqish uchun duo qilgan bo'lsangiz, tavakkul qiling. Bugungi mazmunimiz shuncha olsun. Hamsa meyli o'zinglarni asranglar. Allohga emanet.